ong bu o'zgarmas qism. Ong bu ruh. Ruh o'zgarmaydi, qarimaydi, o'smaydi. Nima deydi? Vaqtga, makonga bog'lanmagan bo'ladi. Bu o'sha qism hisoblanadi. Ana o'sha ruh anglaydi. Ong deganimiz mana g'oya fikrlarni o'chog'i. Shunaqangi anaqalarni foydalanadi. Mana bu oldingi shamanlar, mana shunga o'xshagan sehr, jodu bilan shug'ullanadiganlar ma'lum bir belgini chizadi. Ana o'sha belgi tamg'a qilib otilsa, o'shani tagida kodlangan nima bor? Energiya bor. Ana o'sha energiya bunga ta'sir qilib turadi. Yoki bo'lmasam ma'lum bir sura, oyatlar bor. Ana o'shalarni yozib mashinaga ilib qo'yadi. Bu ma'lum bir darajada himoya qiladi. Ya'ni mana shunaqa tasavvurlar bor-da, kartinkalar bor. Ana o'sha kartinkalar o'zini tagida juda ham katta yoki kichkina bo'lsin, o'rtacha bo'lsin, energiya manbaini yig'adi. Ma'lum bir programma algoritmlarni yig'gan bo'ladi. Bizani ichimizda ham, endi biz unchalik nimaga kirib ketmaymiz, biz oddiygina nimada qaraymiz. Ya'ni bizani stressga, bizani qandaydir bir kasallikka, qandaydir bir muammolarga giribtor qiladigan tasavvurlarimiz bor. Boya aytganimizdek, erkak emassan dedim bo'lsa xafa bo'lishim kerakda. Hozir bu kirib bo'lsa u yillab unutmay yuradigan bo'ldi o'sha gapini. U erkakmisan, erkak emasmisan, jinsiy a'zoying bormi? Bo'ldi. O'sha belgilaydi bo'ldi. U seni qilgan ishing yoki uni gapirgan gapi uni belgilab bermaydi. O'sha momentga kelsa, u erkak emassan degan ovozning tagidagi so'z uni ma'lum bir psixoemotsional holatlarga kiritmaydi. Lekin mana bu ruh darajasiga yetganda odam polniy tozalanadi, poklanadi, hech qanaqa g'oyalar turaveradi, lekin unga ta'sir qilmaydi. Emotsiyalar keladi, ketadi, mana bu energiya siylar oqadi, to'ladi, kamayadi, u unga ta'sir qilmaydi. Chunki u ruh darajasiga erishgan bo'ladi. Tozalanib, poklik darajasi. Mana shunga intilish kerak. Fiksatsiya bu har doim mana bu kam harakat. Endi mana harakatdan boshlanadi har doim. Diafragma nafas mashqlari qilinadi, bu yerda tana bilan energetikaga bog'liq. G'oyalarni ko'tarish kerak. Qaysi g'oya tagida siz nima qildingiz? Mana bu diafragmani blokladingiz. Qaysi g'oya tagida yashayapsiz? Qaysi fikrni ilgari surayapsiz? Qaysi fikr uchun siz umringizni zoya ketkazishga tayyorsiz? Umringizni berishga, joningizni berishga tayyorsiz. Ana o'sha fikrni ushlash kerak, oddiy narsa bo'ladi tagida. Keyin undan xalos bo'lasiz, ozod bo'lasiz. Keyin o'sha ozod bo'lasiz, ruh darajasiga keyin ko'tarilasiz. Где-то bir 50-60 ta g'oyani aylantirib yurgan bo'ladi umr davomida odam. Maksimal, atak 20-25 ta g'oya bo'ladi. O'sha g'oyalarni aylantirib yurgan bo'ladi. Lekin qaysi g'oya tagida ekanligini bilmaydi. Ya'ni bu ham bitta g'oyaga yopishib qolish. U qanday aniqlanadi? U to'g'ridan to'g'ri aniqlansa ham bo'ladi. Yoki bo'lmasam, endi biz bu yerda shunday qarayapmizki, bu masalaga odamni o'zi anglashi kerak buni. Tashqaridan kimdir yordam bergani bilan u faqat unga yo'l ko'rsatishi mumkin. Lekin odamni o'zini g'oyasini anglashi kerak. U qanday bo'ladi? To'g'ridan to'g'ri g'oya bilan ishlasa bo'ladi yoki bo'lmasam, mana bu harakatlar orqali. Ya'ni mana bu nimani anglatadi? Yo'q. Yoki bo'lmasam, mana bu harakat nimani anglatadi? Yo'qol degani. Yoki bo'lmasam qandaydir engashib yuribdimi? Tushkunlik holatida, qandaydir muammoning tagida yuk bosyapti. Mana shunaqa tanani harakatlari orqali anglanadi. U o'ylashi mumkin o'zini qo'rqmaydigan qilib, mana shunaqa qilib. Lekin polniy mana bu
bel mushaklari, oyoq mushaklari dumg'aza polniy tirishib yotibdi. Lekin o'zi mana bunaqa diafragmasi nimasiga mana shu bel, buyrak, mana shu dumg'azasiga e'tibor qaratadi va shu orqali men qo'rquvni ta'sirida ekanman hozir deydi. Tana harakatlari orqali. Mana xuddi mana bunaqa dedimi? Demak men yo'q deyapman. Mana bunaqa deyapmanmi? Men tanam ha deyapti. Ya'ni ong osti. Yoki mana bunaqa tirishdimi? Demak, unda qo'rquv bor. Yoki mana bu haligi xil gaplashayotganingizda mana bunaqa qashlab qo'yasiz ba'zan, unday qilib kimdir qashlab qo'yadi unday. U degani mana bu g'azab yig'ildi degani. Jag'ga va bo'yin orqalariga yig'iladi. Yelkalarga yig'iladi g'azab. Qayg'u mana bu nimaga, o'pkaga yig'iladi. Mana bunaqa nafas ololmay qoladi. Hayot xursandchilik erkinligidan ayriladi. Jahl mana bu diafragma mana shu presslarga, qisman mana bu nimalarga, bo'yinlarga, qo'llarga keladi. Qo'rquv o'ziga ishonmaslik oyoqqa, qo'rquvni o'zi mana bu ichlarga va buyraklarga yig'iladi. Mana shunaqa qilib, mana shu mushaklar tsepa deydi, mushaklar zanjiri bor. Ana shu mushaklar zanjiri qanday nima qilgan bo'lsa, aktivlashgan bo'lsa, qaysi biri, o'zi 5 ta emotsiya bor. Qaysi biri aktivlashgan bo'lsa, ana o'shanga qaraydi. Keyinchalik o'shani energiyasiga yetib boradi, ya'ni emotsiyasiga, o'sha tirishuvni. Keyinchalik uni g'oyasiga, mentaliga yetib boradi. Uni tagida yotgan mentalga. Mana masalan, ota-ona tarbiyalaydi. Tarbiyalagan paytda nima qiladi? Unga har xil nima deydi? Qo'rqitish usullaridan foydalanadi. Majbur. Uni nimasi bor? Shaytoni bor. Uni tarbiyalash kerak. Tarbiyalamasa bo'lmaydi. Shuning uchun qo'rqitish usullariga o'tishga majbur bo'ladi. Uni nima deydi? Maqsadi unga yomonlik qilish emas, yaxshilik qilish. Uni tarbiyalash. U yaxshi odam tarbiyali bo'lib, u borib ko'chada katta falokatga yo'liqqandan ko'ra hozirdan qaytarib qo'ysangiz, keyinchalik baloga giriftor bo'lmaydi. Lekin buni yosh bolani ongi qanday qabul qiladi? Qo'rquv sifatida qabul qiladi. Va mana shunaqa qo'rquvlarni ko'p olgan bo'lamiz. Ota-onamizdan olgan bo'lamiz, maktabdagi tarbiyachilardan olgan bo'lamiz, kattalardan olgan bo'lamiz va mana shunaqa g'oyalar yotgan bo'ladi. Suvga borma, haligi ustingga qalin kiyinib yur, kattalarga quloq sol, o'zingga quloq solma. Ongasi qanday qabul qiladi? Mana shunaqa demak men hech kim, seni xohishlaring hech narsa emas, pulni tejab ishlat, haligi o'zingga kiyim olma, yaxshi ovqatlar olma. Mana shunaqa yaxshi niyatda qilinadi, to'g'ri. Lekin buni teskari tomoni ham bor-da tangani. Mana shu g'oyalar yaxshi niyatda, mehrda tarbiyalangan har bir bolada mana shunaqa g'oyalar yotadi, mana g'oyalar. G'oyalar. Buni fikrlar desa ham bo'ladi. Fikr. Mana shu fikrni tagida qo'rquv bo'ladi. Qo'rquv bilan bog'lanadi. Keyinchalik eslaydi, haligi bo'ladi. Avtomatik tarzda mana shu oyog'idagi energiyasidagi qo'rquv energiyasidagi avtomatik tarzda uni o'tmishga otadi. O'tmishda o'sha bolaligida ustingga, mana o'qituvchim maykada o'tirganman. Hamma bolalar maykada o'tiribdi. Kiy ustingga deb menga kiyintirib qo'yganda, menga haligi terlab yotibman. Ustimga anaqa ko'ylagim kiygizgan, maykani ustidan ko'ylak. Nega? Chunki meni qo'shnim bo'lgan o'qituvchim boshlang'ich sinfda kasal bo'lmasligim uchun mana shuni qilgan. Lekin men uni nima qabul qilganman? Hamma maykada o'tirishga haqqi bor, lekin sening haqqing yo'q. Noloyiqsan. Sen haligisan. Sen mana shunaqa badbashara urod bo'lganing uchun sen ko'ylakda o'tirishga majbursan. Sen mana shunga loyiqsan. Shunaqa degan tushuncha o'tirib qolgan. Shunaqa degan g'oya o'tiribdi-da. Lekin u g'oya emas, u tushuncha emas, u hissiyot. Yaxshi, boyagi tanadagi boyagi tsep, zanjir, meridianni aktivligi, ya'ni energiyani va qayerdadir psixoemotsional reaksiya bo'ladi. Men urodman degan. Men noloyiqman degan.
loyiq bo'lishni xohlaysiz, to'g'ri bo'lishni, yaxshi, ya'ni men yomonman deydi. Yaxshi bo'lishni xohlaysiz, lekin yomonsiz. Mana shu g'oya singib qolgan. Hozirgi mana ko'z oldimda turibdi. Hozir ta'sir qilmaydi menga. Lekin 5-6 yil oldin ta'sir qilardi. Hozir o'shani anglab, bu narsalar mehr, muruvvat ekanligini bilib, buni ta'siridan berilmaslik mumkin ekanligini anglagandan keyin ong osti o'zi avtomatik otib yuboradi. Ong osti emas, organizm o'zi otib yuboradi. Tirnoqni nima qilyapsiz? U degani ota-onaga bo'lgan pretenziya. Ota-ona, tarbiyachilar bolalaringizni urishsangiz mana shunaqa qiladi, mana shunaqa qiladi. Ota-onaga anaqa qila olmayapti. Undaga hishnik, yaxshimi? Borda ong ostimiz bola, внутренний ребенок deydi. Ichki bolani sekin o'stirib, ulg'aytirish. Bu mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni Bahodir Naqshbandiyning 11 ta qoidasi bor. Nazar dar qadam deydi. Ya'ni qadamingga nazar tashla deydi. Nazar dar dam deydi. Damingga qadam tashla deydi. Safar dar vatan deydi. Vatanda safarda yurdagi. U degan mana bu ichki, mana bu tanada. Vatan degan mana shu, ruhni vatani mana shu. Ruhni vatani u yoqda, bu yoqda emas. Ruhni vatani mana shu. Vatanda safar qil degan. Ya'ni ongingni mana shu nimalarga anglashga yo'naltir degan. Boshqa qoidalar. O'shalardan bittasi nazar dar qadam. Ertalabdan kechgacha qadamingizga nazar tashlaysiz. Qaysi holatda tirishib yuribdimi, erkin yuribdimi, qo'rqyaptimi, qochmoqchimi? Nazar dar dam deydi. Nafasingizga, mana diafragmaga nazar qaratasiz. Bo'shashtirishingiz kerak. Qotib qolgan bo'lsa, bu nimaning orqasida? Bu qo'rquvning orqasidami, qayg'uning orqasidami, boshqa g'azabning orqasidami tirishib qoldimi? Ko'rasiz. Uni ong osti sizga o'zi olib chiqishi kerak o'sha o'tmishdagi bo'lgan voqeaga. Lekin mana shuni haligi ongli ravishda azoblanishingiz kerak. Ongli azoblanish deydi buni. Chunki siz bu masalani ko'targandan keyin bu aktivga tushadi. Bu juda o'sha bolalik paytingizda qanday his qilgan bo'lsangiz o'zingizni, juda qiyin. Bolani xohishlari kuchli-da. Ana o'sha kuchdagi, ana o'sha haligidagi nima deydi? Energiyadagi emotsiyalarni his qilasiz. Keyin u emotsiyalar sizni azob beradi. Sekin-sekin mana shunaqa qilib ulg'ayasiz. Ulg'ayib, внутренний ребенокni ulg'aytirgandan keyin полный energiyalaringiz erkin holatga keladi o'sha. Endi bu yerda ikki xil yo'l bor. Birinchi yo'l ong osti bilan anglash yo'li. Anglash yo'li bilan haligilar ketadi. Buddistlar faqat anglash yo'li bilan ketadi. Anglaydi. Faqat xohishlar bu dunyoda azoblarning sababi xohishlar deydi. Faqat o'zini ongi, ruhini kuchi bilan ketadi. Tariqatda, tasavvufda haligi orqali Allohga tashlaydi. Tashlaysiz. Boyaga aytgandek, agar Allohdan uzoqda bo'lsangiz, muammolaringiz Allohga qarab uloqtirasiz. Allohga yaqin bo'lsangiz, uni huzuriga muammolaringizni tashlaysiz. Alloh sizni yuragingizda bo'lsa, Allohga muammolaringizni ochasiz. Agar siz Allohning qo'lida bo'lsa, Allohga o'zingizni topshirasiz. Bu haligi bo'ladi. Tilsim kuchlarda bu. Bu mo'jiza ro'y beradi. Ya'ni siz vdruk mana aytaylik 5 yildan beri qutula olmayapsiz-da muammoni. Как только topshirsangiz o'sha muammoni Xudoga, Allohga topshirsangiz, sразу yechiladi muammo. Hech kechiktirilmaydi. Faqat biz bu muammoni botiniy narsalarni ham so'rash kerak ekanligini bilmaymiz-da, hech kim aytmaganda. Bizga qo'rquvlardan qutqar, psixoemotsional mana bu nimalarimdan qutqar, qanday chiqib ketish kerak. Mana shu ozgina mayda-mayda narsalarni ham topshiraverish kerak. Shunda korreksiyani u qiladi. Bu ancha tezlashtirib, bir necha yil vaqtingizni ekonom qiladi. U yo'l bilan borsangiz ham bo'ladi, anglash yo'li bilan. Lekin topshirish, taslim yo'li deydi buni. Taslim yo'li bilan borsangiz ham bo'ladi. Bu tezroq bo'ladi. Lekin ikkalasini mix qilsangiz, ham anglasangiz, mana muammolaringizni
uni o'ziga ishonmaslik, qo'rquvlarni anglab turibsiz. Va Allohim mana shu muammolarimni yechib ber. Topshirsangiz, rostdan ham talab bo'lsa, borlig'ingizda mana shuni yechilishiga talab bo'lsa, yechim keladi. Agar просто так yengil, ya'ni boshqa masalani ko'tarsangiz, sizga kerak bo'lmagan masalani, hal bo'lishi уже под вопрос. Lekin rostdan ham kerak bo'lgan narsani ko'tarsangiz, bo'lmaydi уже. U hal bo'ladi 100%. Topshirishdan oldin anglab olish kerak. Da, anglaysiz va topshirasiz. Anglaysiz, topshirib ketaverasiz. Keyin ozgina topshirib to'liq o'zingiz topshirasiz. 100% topshirishga kelasiz. Qism qilib. Shunda уже sizga bu yoqdan o'zingiz irodangizdan voz kechib, Allohning irodasini qabul qildingiz deydi. Ya'ni fano deydi buni. Fano. Haligi birdaniga eshikni ochib yugurib ko'chaga chiqib ketadi-da, ko'pchilik avliyolar fanoga erishganda. Energiya ko'p kelganidan уже aktivlashib ketadi, polniy meriyalar ochadi. Payg'ambarga vahiy kelganda qochishgan. Borib bo'ronib yotib olgan. Nimaga? Chunki energiya uni qo'liga ola boshlaydi-da, uni o'zini qo'liga ola boshlaydi. Biza ozgina muammolarimizni topshiramiz. Ozgina qism. To'liq topshirishga kelganingizda mana shunaqa bo'ladi. Hujum sifatida his qiladi ekansiz. Men o'zim unday his qilmadim hali, yetmadim. Lekin mana shu yo'ldamiz. Topshirish yo'li, taslim yo'ldamiz. Yana konkretniroq. Endi g'oya degan narsa bu fikr tushuncha insonni miyasidagi bo'ladigan fikrlar, doim fikrlar keladi-yu, o'shalar bo'lishi kerak. Da, mana men hech kim fikrlardan g'oya hosil bo'ladi-da. Fikrlardan g'oya. Men hech kim emasman degan fikrni ko'tarib yuradi. Men hech kim emasman. Tasavvur qiling, qanday qayg'uga kirasiz. Demak, qanaqangidir hodisa shu g'oyaga olib kelgan. Ha, o'shanga olib boradi, ongyosti boya aytgandek, organizm. Harakat qilib. Ya'ni muhabbat izhor qilibman kimgadir. U nima qildi? Rad etdi u qiz. Bo'ldi, men hech kim emasman. Tamom. U bola paytda bo'lganligini hisobiga nima qilmaydi? Hozirgi uni ratsionalizatsiya qilib, ratsionalniga o'zingni bolasi u deganingiz foydasi yo'q. U bo'ldi, ichingizda u hech kim emasman degan qarorni qabul qilib qo'ygansiz. Bu yoqda o necha yil bo'ldi? Bir 15 yil umringiz уже ketdi, mana shu haligi nimani ichida yuribdi, mesorubkani ichida yuribsiz. Drobilkani ichida yuribsiz. 15 yil. O'sha 15 yil oldin qilgan qaroringiz, qabul qilgan qaroringiz siz 15 yillik umringizni ana oldindan nima qilib beryapti? Azoblarga ta'minlab beryapti. Demak, men hech kim emasman degan g'oya turgan bo'ladi. Uni tagida nima turibdi? U отказ qildi. Endi bundan anaqa qutula olmaysiz-da, nima desam ekan? Ratsionalizatsiya yo'li bilan qutula olmaysiz. O'zingiz energiyangiz bilan qutula olmaysiz uni. Endi davay qo'yib yubor deb. U shunchalik siqilishi kerak. Siqilib, bo'ldi-ya deb yuborish kerak-da ongyosti. Ongyosti emas, butun borlig'ingiz. Keyin уже har o'sha g'oya, o'sha hissiyot ko'tarilganida уже bo'ldi, uni haliga qabul qiladi. Neytral qabul qiladi. Uni anaqasiga, nog'orasiga o'ynamaydi bu fikrni, nog'orasiga o'ynamaydi. Bu fikr keladi, ketaveradi. U sizga ta'sir qilmaydi. Unga vaqt kerak. U bitta g'oyani ishlab chiqish uchun u oylab vaqt ketadi. Shuning uchun anaqa qilsa bo'ladi, zikr qilsa bo'ladi. Haliga zikr qilsa bo'ladi. Qo'rquvlarni oluvchi nimasi bor. Sifati bor, ha? O'sha Allohning nimasi, imkoniyati cheksiz, lekin siz bitta oluvchi sifatidan suyangan holda so'rayapsiz. Qo'rquvlarni oluvchi. O'sha oluvchi kanaliga kachat qilyapsiz energiyangizni. Qo'rquvlarni oluvchi. Birinchi qo'rquvingizni ko'tarib olasiz. Birinchi nafas mashqini qilasiz. Bir 5 minut nafas mashqini qilib olib, sekin tinchlantirib olasiz. Diafragma hamma yoqni. Qo'rquvingizni ko'tarasiz. 5 minut. Keyin 5 minutdan keyin
zikrni boshlaysiz. Qo'rquvlarni oluvchi. Qo'rquvlarni oluvchi. Qo'rquvlarni oluvchi. Ritmga tushishingiz kerak. Ritmda aytsangiz tanani ritmida qo'rquvlarni oluvchi. Qo'rquvlarni oluvchi. O'tirib olibman, turibman. Qo'rquvlarni oluvchi. Qo'rquvlarni oluvchi. Sekin o'zingizga mos ritmga kelib olasiz. Tezlashib ketmaslik kerak, sekin ham bo'lmaslik kerak. Mana shunaqa qilib qo'rquvlarni oluvchi. Keyin biroz vaqt o'tgandan keyin bir 5 minut, 7-10 minutgacha budilnik qo'yib qo'yasiz taymerga. Keyin qaraysiz yana ichingizga, o'sha qo'rquvingizga bormi yo'qmi? Tozalangan bo'lasiz. Keyin beruvchi sifatiga o'tasiz. Haligi spokойствие, sokinlikni beruvchi. Sokinlikni beruvchi. Sokinlikni beruvchi. Bir taxminan 3 minut nima qilsangiz, har xil zikr borda, bitta zikrni olib 5-10 minut o'qish bor yoki bo'lmasam 2 minut, 1,5 minutdan bir nechta sifatni aytish bor. Keyin yorug'lik, nur, 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 nur. Mana shunaqa nur. Полный nur kirib keladi ichingizga. Mana shunaqa qilib o'sha ong ostingizga yorug'likni kirgizib, o'zingiz bilmaydigan, o'zingiz kuchingiz yetmaydigan taraflarida Allohning energiyasidan foydalanib kirib borsangiz bo'ladi. Sekin-sekin tozalaysiz mana shunaqa. Bu bir necha yillik ishni bir necha kunda hal qilib beradigan texnika bu, zikr. Demak, oluvchi bor. Qo'rquvlarni oluvchi deganda kerak narsani olib qo'yish deb o'ylaydi-da. Nafaqat keraksiz narsani ham oladi-da. Keraksiz narsani oluvchi. Beruvchi, o'liga foydali, sizga kerakli bo'lgan sifatlarni beruvchi. O'shandan ham so'raysiz. Demak, 3 minut oluvchi, 3 minut beruvchi, qo'rquvni oluvchi, sokinlik beruvchi. Keyin nur. Yana 3 minut. Shunda 9 minut bo'ladi. Nur. Nur, an-nur. An-nur, nur. Sekin nurga to'lasiz, energiyaga to'lasiz. Keyin shukr qilib tugatasiz. Shunda tez bo'ladi. Juda ham tez o'tib ketadi. Bir necha yillik ishingizni bir necha kunda hal qilib beriladi. Beruvchiga razzoq deb aytsa bo'ladimi zikrni? Ma'nosini tushunsangiz, u ma'nosini siz agar razzoq deb, keyin uni anaqa deb, Razzoq o'zi beruvchi-da. da, uni keyin o'zbekchaga perevod qilib, keyin nima qiladigan bo'lsak, kasha bo'ladi. Shuning uchun haligi klassический, ya'ni arab tilida o'qigan yaxshi, savob ko'p. Lekin bu yerda o'zingiz tilingizda o'qiganingiz yaxshi. O'sha razzoq bo'layotganda, o'shani berayotganda his qilib turib aytiladi-da. Da. Masalan, nur deyapsiz-ku, demak, nur beruvchi. Da, nur. Faqat uni anaqasini tasavvur qilasiz. Sifatni tasavvur qilasiz, bo'ldi. O'sha mana bu tasvir bor-ku, mana bu tasvir. O'shani ushlab turasiz. Ushlab turishingiz kerak. Diqqatingiz. Chunki uni tagida juda ham katta nima yotibdi, energiya yotibdi. Siz o'shani ushlab turishingiz kerak. Iloji boricha qanchalik aniq va ravshan tasavvur qilsangiz nurni, so'zni, shunchalik sifatli kirib keladi energiya. Shunchalik sifatli kirib keladi. Ya'ni ushlab turishingiz kerak. Energiya informatsion nagruska bo'ladi. Energiya informatsion. Buni tagida juda ham ko'p anaqa yotibdi-da, bu yerda. Yorug'lik, qalbga yorug'lik beruvchi, yo'llaringizni yorituvchi, ong ostini yorituvchi har xil ma'nolar kirib kelaveradi. Ya'ni anaqa deydi. Yuzingni och deydi-ku. Go'zal yor yuzingni. O'sha pardalarni ochib ketaverasiz. Bitta parda bo'lmaydi-da Allohning nimasi oldida. Alloh yonimizda, faqat his qilmaymiz. O'sha pardalarni ochib boraverasiz. Pardalar ochilib ketaveradi. Nur beruvchi, energiya beruvchi, qorong'ulikni yorituvchi nur, qandaydir sovuqlikni isituvchi nur ketaveradi. Mana shu ma'nolari ketaveradi. Faqat shu nurni ochib ketaverishingiz kerak ma'nosini. Tagidagi yashiringan ma'nolarni. Ana kasal bor chaqiring. Nima bo'yicha? Emotsional? Shu bo'yicha. Yaxshi. Chunki vahima bor. Vahimami? Bo'ldi.